Francis Scott Fitzgerald, Amerika yozuvchisi, 1896-yil 24-sentyabrda Minnesota shtatida tavallud topgan. 1913-yil, 1917-yillarda Princeton universitetida o'qigan. Jannatning bu tomoni bo'ylab birinchi romanini 1920-yilda yozadi. Muloyim tun romanini 1934-yilda tugallaydi. Bu romanda iste'dodli psixiyatr, baland kayfiyatli idealist Dick Diverning asta-sekin zavol topishi, boylik oldida taslim bo'lishi haqida hikoya qilinadi. Romantik orzu-xayol bilan haqiqiy hayot to'qnashuvidagi chuqur fojia tasvirlanadi. Shuningdek, jaz asri ertaklari 1922-yil, barcha g'amgin yigitlar 1926-yil, tongda uyg'otuvchi ovoz 1935-yil kabi hikoyalar to'plamlari, halokat avtobiografik ocherklar to'plami 1946-yil nashr etilgan. Pyesalar, ssenariylar muallifi Francis 1940-yil 21-dekabrda vafot etgan. Teran va o'tkir tanqidchi, nasr ustasi bo'lmish Francis vafotidan ancha keyin 50-yillarning o'rtalarida juda mashhur bo'lib ketadi.